Qizlarga gap otishpardik. Chiroyli qizlarga tormoz bola yoqadi deydi. Tormoz bo'lsa ham gazga bosib kelaverdim. Mazgi. Yaxshi qiz soat so'raysam soat ham yo'q ekan. Kechirasiz, ko'zimga nimadir kirib ketmadimi? Qarab oling. Ayo'mi? Unda ne sizdan boshqasini ko'zim ko'rmayapti. Mana xohlagan bezovta qiladi. Kechasi qayerdadir ko'rgandayman-da. Yaxshi qiz, bitta qarashdagi muhabbatga ishonasizmi? Yo, yana bitta qaraymi? Lokatsiyam buzilib qoldi. Yuragingiz lokatsiyasini berib oling. Qanday qilib? Qanday? Yaxshi qiz taqdir o'xshashligiga qarang. Men qorasiz. Ba'zida sevgi uchun kurash noto'g'ri deb o'ylayman, lekin sizni ko'rganimdan keyin jang qilishga ham tayyorman. Yaxshi qiz, yuragim bitta, lekin sizga bir xonasini ajrataman. Meniki ko'p xona. Hamma xonasi sizniki. Ey! Kafanimni cho'ntagiga bo'lsa, suratingizni o'zimdan olib ketardim. Yaxshi qiz chiroyli ekansiz. Men ham chiroyliman. Ko'zimiz bir-biriga to'g'ri keladi. Gaplashaylik. Qancha Agar sizni tabassumingiz bo'lmaganda, dunyoda Mona Lisa asari eng chiroylisi bo'ladi. Farhod Shirin, Tohir Zuhra, Kunutun, bizning sevgimiz Alloh hammasi bir. Hop. Yaxshi dam ola. Bugun kun tugadi.